Rahmetullah, bütün Şərq Türkistanlı qeyrindaşlar hammalarga Allah'ın selam olsun. Ben Şərq Türkistan'ın Korlu şehir tekçiyesi Harambaq kentdən ismim Aygül Qadir. Tug'ilib o'sgan yerim To'yangchachi ekan. Meningki 2 o'g'il bir qizim bor, yo'lishim tugab ketdi 7 yilning oldida. Ben bu yerga kelishdan burun Xitoyninki zulmini bek tatdim, 2 qator siyosiy jinoyatchi turmada yetib chiqdim. Nurg'un iskanjalarga tushdim. Shu sababdan bu yerga Allohning rahmati bilan Alloh osonchilik berib chiqdim inshaalloh. Mening 2 o'g'lim vatanda qoldi. 2 o'g'lim, singlim, qarindoshlarim, mening 3 akam, 2 singlim, 2 o'g'lim vatanda qoldi. Akalarimdan hech qanday xabarim yo'q. Akam To'yangchachi ekan, qaraydi 56-rayon, 49-rayon deb Avlod Qodir, Samat Qodir, Ezim Qodir. O akalarimdan hech qanday xabar olmadim. Turmada emasmi, ishidimi, sirtidimi, o'ldimi, tirikmi, hech qanday xabarim yo'q. Cho'ng akamning o'g'li Mehmatjon bultur jiyan o'g'lim tarbiyalashga kirib ketgan bultur angladim. 2 o'g'li va 2 o'g'limni kirib ketganini angladim. Ro'za Avlod, Mehmatjon Avlod. Bu mening cho'ng singlim Fatigul Qodir, yo'ldosh Olimjon. Uydan bir kun kesh ishkilsin biraqlam achib ketgan paytdan tarbiyalashdi ekan. Hozir og'nig'il 6 oyni ochdi. Hozirgachilik boshqa qabul olmadim. Tarbiyalashga ketganligini 6 oydan oldin angladim. Benim bu singlim shu. Bu mening kichik o'g'lim Shireli Ahmad. Bu bolam tarbiyalashga kirib ketibdi. Uning og'nig'i uzun bo'ldi. Hozirgachilik hech qanday xabari yo'q, o'liktirik chiqqan-chiqmagan. Bu mening cho'ng o'g'lim Nureli Ahmad. Bu bolamni bultur 3-oyda Xitoylar turmaga kirib ketganligini angladim. Hozirgacha hech qanday xabarni olmadim. Bu cho'ng o'g'limning ayoli bu Xalchan. Bu kelinimning sirti emasmi, nerligini hech qanday xabarim yo'q faqatla. Bu kichik o'g'limning ayoli Gulmira. Bu kelinimning shu sirti nerligini bilmayman, faqat xabarim yo'q. Cho'ng o'g'limning 2 bolasi. Mana bu cho'ng o'g'lim. Mana bu cho'ng o'g'limning ayoli, bu qizi, cho'ng qizi. Mau cho'ng akamning kelini. Meni bilan o'xshash menga chetib, shunda bir Xitoyning zulmini tortib ketgan. Hozir bu qiz bolam nerligini hadis akrab olib bachap basagan. Men o'sha 2017-yil qadar kelgan qadar. Hozirgachilik bu qiz bolamniki nerligini bilmayman. Bu mening bolalarim taladimi, nerda hech qanday xabarim yo'q, navralarim. Bu mening kichik akamning qizi, men bir cho'ng qilgan, ismi Roziya Ezim. Korlu shahar To'yangchachi kent qaraydi. 49-o'rtoq rayonda uyi. Bu qiz bolamniki bultur 1 yil qadar bo'ldi. Biroqlamma shu Gobadadining akatdi, turmaga akatdi deb anglagan bir xabarni angladim. Uningdan keyin faqatla xabarim yo'q. Buni menga chetib jazolaganligini bildim. Hurmatli qarindoshlar, hammamiz zulm tortyapmiz. To'qqida yoqqanmiz qarindoshlar. Sabr qilsaqmi, sabr qilmasaqmi, barimiz kunimiz mushtaq bo'ladi. Qarindoshlarning qo'rqmay o'tirib maydonga chiqib guvohlik berishini tuqqanlar ustidan zulm oshkorlashini talab qilaman.